Assalamu alaikum. Muhaciratdagi barliq Uyg'ur tashkilotlariga murojaat. Oxirgi 15 yillardagi davoni ko'zda tutsak, albatta biz Uyg'urni dunyoga tanishtirdik, lekin vatandagi zulm hech bir yeniklashmadi. Aksincha, kundan kunga vatandagi zulm haddidan oshib, vatandagi qarindoshlarimiz ko'zini ko'tirib Xitoylarga ishlashlari kerak qaramaydigan holatga yetdi. Ya'ni men Uyg'ur dalolmaydigan holatga tushib qoldi. Yani o'zlarining inson ekanligini unutadigan darajaga tushib qoldi. Mana bu bizning tashkilotlarningki faoliyatining natijasi deb tushunsak bo'ladi. Uyg'ur davosini keng turda yetkizdik deb xotirjam o'tirish u bir tuzkorliq, nonkorliq. Bizden bir qarindoshlarimiz degandek, vatandagi xalqimizning qiyniga non chilab yeb, mushu muhojiratda baxuduk demokratik davlatlarda yashab kelyapmiz. Bo'libmi tashkilotlar. Chunki tashkilotlardagi kishilar barlig'i o'zlari saylab olgan. Dünya Uyg'ur qurultayidan tatib. Ularni saylagan hech kim yo'q. Hech kim saylamadi. Sen bizga boshliq bo'l deb saylab bir yerda yig'in bo'g'inni men anglamadim. Bizning Olmutini aytsak. 20-30 yilning ichida so'zlab o'ziga bir mansab hisoblab men Uyg'ur davosining lideri deb yurgan qarindoshlar shularning qatorida. So'zlashni bilgan bilan ularning ishining natijasi bo'lmasa, natija 0 deb hisoblaymiz. Mayli Turkiyadagi qarindoshlar bo'lsin. Kimning nima qilayotganligini shu Turkiyada turayotgan qarindoshlar so'zlayotdi. Suriyadagi problemani, ya'ni Suriyadagi jiddiy vaziyatni bizninkilar Uyg'urlarga nisbatan keltirib chiqargan bizningki tashkilotlar, o'limalar birligi bilan Ma'arif jamiyati. Nima uchun Ma'arif jamiyati o'zining nomiga muvofiq ish qilmaydi? Ma'arif madaniyat jamiyati chet elda bizning Uyg'urligimizni saqlab qolish uchun faol xizmatni berish kerak. Ya'ni Uyg'ur bolalarini chet eldagi oliy o'qish joylarida haqsiz o'qishni qo'lga keltirish kerak. Mana mushu Ma'arif jamiyatining ishi. O'limalar birliginingmi ham shu xalqni Qur'on bo'yicha dava yo'liga durust boshlash. Afsus, bundaq ishlarni ular qilmayotdi. Nemishga bizningki masalamiz Suriya bilan bir bo'lib qolish kerak. Nemishga Uyg'urlar Suriyaga berib jang qilish kerak. Shu yerga sotqanlarmi mushu Turkiyadagi tashkilotlar. Uni biz anglayapmiz to'plada. Shu tashkilotlarning qo'li bor. Şu Suriye'ye şu qarindoshlarimizni evetkenlerdi. Nimishki Türkiye'deki qarindoshlar bizga yordam qilinglar deb bizga Olmutidagilarga murojaat qildi. Türkiye'deki her bir muhtoj Uyg'ur Türkiye'deki tashkilotlarning tizimligida bo'lishi kerak. Mayli eri bo'lsin, mayli eri bo'lmasin. Şu aileninki ahvali her bir teşkilatınınki tizimligide bo'lishi kerak. İzat atıp so'ramaydiganlarmi tizimlikda bo'lishi kerak.
Şularning ahvolini egallash kerak Turkiyadagi tashkilotlar. Biz Türkiye'ye bakan çağda bir teşkilat yenimizge kep koygunu yok. Bunu Kazakistan'dan sap qeyri yaşangan ayallar kepti bizni yoklap dep birisi bizning yenimizge kelginimiz yok. Yusuf oğludan başka. Yusuf Paltacımdan başka. Hiç kim bizning yenimizge kelmedi. Muşu meselenin adamgerçiliginla yoki endi bu meseleni meşet to'xtatay. Dünya Uyghur Qurultayı. Nima uchun chet eldagi, Tayvandagi, Taylanddagi, Malayziyadagi, yana boshqa yerlardagi turmalarda yotgan qarindoshlarimizni o'z vaqtida nimishga qutuldirmaydi? Dünya Uyghur Qurultayıning eng muhim vazifasi mushu, ashlarni qutuldirish. Men anıldım. Bolgariyadagi ballarning ahvolini o'z vaqtida egallagan chig'imda o'zinglar advokat tutinglar debdi. Turmadagi odam qanday advokat tutadi? Shu ballarni bir tiyinsiz chiqarishga bo'ladi. Dünya Uyghur Qurultayıga biz necha yillardan jiqpagan aqchilar qaniki? Mushu kamgacha jig'vatadi Dünya Uyghur Qurultayı xalqdan aqcha. Enyedining bergan puli qayerdiki? Nima uchun enyedi berdi pulni? Ashundaq ishlarga ishiltinglar deb berdi. Mana 4-5 balni biz Palantiyadan turmadan chiqardik. Advokatga tishin kerak. Desi bermamda inson haqlari tashkilotlari berdi. Va boshqa ellardagi mayli Amerika olsun, mayli Gollandiya, Belgiya, Fransiyadagi tashkilotlar bo'lsin. Hech qaysining bir qilgan ishlarininki bir tuzagarek natijasini ko'midik. Vatandagi xalqimizningki taqdiriga bizning vatan davosi qilchilikmi bir foyda keltirmayotdi. Mushuningdilla tashkilotlarning ishlarininki qanchalik natijasiz ekanligini ko'rib olishga bo'ladi. Biz hozir lidersiz qoldik. Mana men vatanning ishini qilaman deb meydisi urib chiqqan bir odam yo'q. Bir er yo'q. Hammasi o'zining shaxsiy manfaatini ko'zlab, o'zlari qurib olib tashkilotlarni mandaq ish qilyapmiz, andaq ish qilyapmiz. Biz ko'rmadik ularning ishlarining natijasini. Har qanday tashkilotni xalq saylash kerak. Xalqni yig'ib, afsus, undaq tashkilotlar, o'zlarini qurgan tashkilotlar, o'zlarining ma'lum bir mo'lchardagi xalqni yig'ib olib, bizni sayildik denglar. Biz sizlarga oylik berimiz, maosh berimiz deb shundaq deb xalq bilan shundaq ishlaydi ekan. Xalq ularning so'zini qiladi ekan. Ma'lum bir mo'lchardagi xalq bor ekan. Masalan, ma'arif tashkilotini qo'llaydigan, o'limalarni qo'llaydigan, yana birisini qo'llaydigan o'zlarining odamlari bor ekan ularniki. Ularning haqlar saylig'ini yo'q. Shuning uchun bizning Uyg'ur davosi amalga oshmayotdi. Nimishga tunugungi kunda butkul Hong Kong qo'zg'ilib chiqib, Hong Kong to'g'riliq qonunni Amerika Uyg'ur qonundan burun qabul qildi. Hong Kong bugun ata mustaqillikni jakalash oldi turibdi. Nimishga Tibetda yo'q bizning vatandagi turmalar, jazolash lagerlari nimishga Tibetda yo'q. Nimishga Tibet chet eldagi muhojiratdagi tibetliklar bir tashkilotning og'ziga qaraydi. Mana mushularning hammasi bizning chet eldagi Uyg'ur tashkilotlarining ishining qanchalik natijasiz ekanligini ko'rsatdi. Xalqning beshi qaymoqib qoldi. Xalqni boshlaydigan lider yo'q bizda Uyg'urda.